Assalamu alaikum. Butkul dünyanın her qaysi yerlerde yaşayotgan barlıq Şərqi Türkistanlıq qarindaşlar. Həmmə vasanlığa Allah'ın güzel salamları olsun. Men bugün yana muş Facebook'larda bolayotgan bazı bir ixtilaflarga, ziddiyetlerge, çıdamaslıkka, körenmeslikке hatta bugün bir video işlep muş Facebook'a yollap koyashını to'g'ri topdim. Qarindoshlarimiz belki ko'radi ya ko'rmaydi o'zining ishi. Men yollab qo'yay. Bu mu bir bu Facebook'ta bo'layotgan ishlarga qarta bir o'zimning fikrlari, ko'z qarashlarimni so'zlagan yo'sinda xalqimga anlatib qo'yishni to'g'ri ko'rdim. Mush Facebook'larda bo'layotgan masalalarga qarta oldida azroq bir aile terbiye, ailesinde qanchalik kelaqi axloq bor yo'q. Hem bu insanların başkalarının ailesiga qilayotgan hujum ve haqorat, kamsitish, ularning iffat nomusini ich to'g'risida azroqla gap qo'yay. Mayli qaysi şekillerde tushunsanlar, o'zingning tushunjanligiga bog'liq ishlar. Davani oldingi sepki selib elib, dava qilaman deb turib, dava qilayotganlarning iffat nomusiga hujum qilayotganlar. Bularning birinci anısı yok mudur? İkinci hadis sınırları yok mudur? Üçüncü xotin kızları yok mudur? Belki ana hadilleri sınırları boğan bolsa bola onu küzü köymezden şu dava kılıvatkallarının davasını qilayotgan xizmatlarni tanqidga olmasdan sen mani xato qilyapsan, manga diqqat qil, buni to'g'ri qilsang yaxshi bo'ladi deb buningga bir raddiya bermasdan chidamagandek ularning xotin qizlarga, opillarga, hadi singillarga mushunda hujum qiladigan deganligimning sabab ularning iffat nomusiga qadar shunday tahdid qiladigan mush shakllardagi ishlar bularning birinchi oilasida tarbiya olmaganligi. Tarbiya olgan bo'lsa-mu, opalari, ota-onalari bularning ashundoq bo'lganligi uchun shunga bularga boshqalarning iffat nomusi hücum qilish ve ularning iffat nomusini tor dunyoga yeyish hech qancha bir narsa emas ekan. Chunki ularning ailesi shundoq bo'lganligi uchun boshqalarning ailesini shu ko'zda, shu fikrda, shu o'yda o'ylaydigan o'xshaydi. Chunki undaq bo'lmasa, bu inson boshqalarning haqiqiy vatan millat xalq uchun xizmat qilaman, milletim uchun xizmat qilaman degan bo'lsa, o insanlar xalqimizning, millatimizning xonim qizlarining iffat nomusini naytiliqi yaxshi asrash kerak edi. Yaxshi muhofazat qilish kerak edi. Chunki ularda undaq axloq, undaq idea, undaq g'oyaning yo'qligini mush tor dunyosiga shularning qilayotgan ishlardan buni ko'ryapmiz. Belki Meni mi dep qilishing mumkin. Sen bu televizorga chiqib olib,
bu videoda gap qilib, sinimi ko'rdik qo'y biz. Deb qilishing mumkin, ammo mening o'zimning ishi. Men o'zimning ishini o'zim taqatgan, o'zim qilgan bo'lsam vaqtda, sen manchilik adam desanglar, vaqt aqidi. Menga ziyonkashlik qilgan, meni tuzaqqa setganlarning qilgan harakatlari bu. To'g'rimi, xatomi qarindoshlar? Xo'sh. Endi bu mesela mana bu davani desmi qilib turib, o'zini mustaqilchi deb turib, o'zini uchi buchi deb turib, xalqimizning dava qilayotgan oldingi sepida menayotgan meyli xonim qizlarimiz olsun, meyli anamız qatarliq ayollarni bo'lsin, bularning ippet numusini torlag'i yeyishning o'zi bularning oilasida bu axloqning yo'qligi, bu hürmetning yo'qligi bo'lgan bo'lsa-mu, chunki shular aşı muhit cho'ng bo'lganlik uchun bularga hech qancha muhim emasligi mana bu yerdan ko'rinadi. Ailəsinin bu muhit cho'ng bo'lganligi, ailəsinin apallari, singillari, hadillari mana bu şekillerde bir-birisining ippet numus to'g'risida hech qanday padishab, hurmat bo'lmaganligidan bularmi shu boshqalarning oilasiga, xotin qizlarga, apallarga qalaymiqan shundaq so'zlarni qilishning o'zi bularning oilasida bundaq ishning borligini ifodalaydi. Eng oxirgi bu şu özünü men dava qilaman, a davachi mandaq, a ayol mandaq, bu ayol aqchi, bu ayol ko'kchi deb bu şekillarda qilayotganlarga tegsin bu gapim. İkincisi hem de hazır bu Facebook'larda yaman elaqi qaynam bo'lib ketib bardı. Bu qaynam qay şekilde bo'layotadi desanglar, mustaqilchi, avtonomiyachı, insan haklarıçı, indigenis, üzerinin takdirini üzü belgileydi o. Men bu toprakның yerlik adamı emas, şu akşamagan şekillerde muş sözlerini tor dünyasına elip çıkavatkallar. Bunu qanchalik insanlar, bunun qanchalik insanlıqını hazır mustaqil davası qilaman deganning qanchalik insonliqini hazır men mush so'zim bilan davomlashtiraman. Bu mustaqilchi bizda tor dunyosiga chiqib jar selavatganlar. Vatanning sirtiga chiqqan qanchalik vaqt bo'ldi? Zaten şunun gibi qaranglar qarindoshlar. Vatanning sirtiga chiqqani şu hazır mail Facebook'ta bo'lsin, mail WhatsApp'larda bo'lsin, mail YouTube'da bo'lsin, mail Uyg'ur xalqining ichida jar selavatganlar, men mustaqilchi, men ava qonun ma'qul etaman, men mavaga ani qilaman, men manda qilib o'taman, vatanning mustaqilligi uchun bizning vatanimizni Xitoy besib oldi deb buning qonun ma'qullab turaman deganlar vatanning sirtiga chiqqani qanchalik vaqt bo'ldi? Bunu bir ko'zdan ko'chiringlar, shulardan bir so'ranglar. Vatanning sirtiga chiqqani ya 15 yil, ya 10 yil, ya 5 yil bo'lgan bo'lsa, 15 yil bo'lgan bo'lsa deydi. 2017'den keyin bu mesele o'tiraga chiqdi. 2017'den keyin vatanning ichi sirtidagi barliq Sharqiy Turkistonlik qarindoshlarımızning vatanning sirtida yashayotganlarning ata-onalarini, bütün Uyg'ur xalqiga Xitoy tajovuzchilari umumyuzlik zulmni elib borgandan keyin
bu biçarlar, bu gariballar, bu hazırki müstakilchilar 2017'den keyin o'tirg'i chiqdi. Uning oldida keyinlar 7 yıl oldu 2024 bo'lgan bo'lsa, 15 yıl bo'lgan bo'lsa vatandan sirtiga chiqqani, uning oldida ne deydingiz? Nima ish qilgandingiz? Nima ishlar bilan shug'ullanganingiz? Bu vaqtning oldida 2017'ning oldinlarida vatan bilan aloqa, vatan bilan munosabat berib keldigan har qanday Uyg'urlar vatandan sirtidagilar g'ip berib keladi. Namoyishga chiqmadi, ota-onasining nadiligini so'ramadi, biz tuqqanlarim turmoqqa kelib ketdi dematdi. Vaqti nada qolgandingiz ma mustaqilchilar? Nima ish qilayotgandingiz? Xitoyning siyosiy qonuni o'zgargandan keyin umumyuzlik Uyg'ur xalqini, Sharqiy Turkistonlikni shu tuproqda, shu jo'grafiyada Xitoyning ko'ziga sanjiladigan bir neshtar bo'lganligini bilgan Xitoy umumyuzlik Uyg'urni kampiga, lagerga, turmaga, vatanning sirtida yashayotganlarning ota-onalarini, biz tuqqanlarini, butkul qarindoshlarini yo'qolan bana sababi bilan so'lagandan keyin mustaqilchi ulab o'tirib chiqdingizmi? Uning oldida namoyishga nima chiqmadingiz? Uning oldida ko'k bayroq boyaga nima ishga bormadingiz? Uning oldida ajab avtonomiya demabdikansiz, 2004 qurilgan Dünya Uyghur qurultayi olsun, sürgündeki hükümet olsun ve yoki dünyanın her qaysi yerlerdeki teşkilatlar olsun. Vaqtda nima ish qilgandingiz, nima ish chiqmagandingiz? Nima ish shu vaqtda sening qilayotgan ishing xato deb teşkilatlarga o'zingizning ko'z qarashlarini, o'zingizning fikrlarini deyolmagantingiz? Hozir nima ish deb qoldingiz? Dangaymenga? Hazır deyishlik sebebini deb birmen. Vatanning sirtida yashayotgan ko'pincha Uyg'urlar namoyishga chiqmadi. Burun 2017'den burun. Nimişka? Xitoyning siyosati bo'shdi. Ama yana çınlağı çınıtı, Xitoyning siyosati, Xitoyning diktatorligi, Xitoyning tajovuzchiligi, Xitoyning qotilligi şu vatanning gipini qiygan, ko'k bayroqning so'zini qiygan, mustaqillik uchun, davoyimiz uchun Xitoyni ma vatanning qo'g'lab chiqaramiz deganlarga zulm shu vaqtdan e'tiboran bordi. Ma 2017'den keyin ma bichar mustaqil chemen deb o'tirib chiqqanlar ma Xitoyning qattiq qo'lliq ma diktatorlik zulmü çıkan deken amal yok. Biz emde muş yolunu oturga çıkıp bulağı zerbi birimiz. Digellikten oturga çıkıp kalgan. Vay biçarlar. Onun aldı nimiş ki bağımıgan, nimiş kımmıgandınız, nimiş ki namayışıga çıkmıgandınız. Okuşunuz, ya vakti vardı. Nimenin vakti vardı? Nimenin vakti vardı? Men 30 yıl oldu vatandan sırtıga çıkkını. 13 yaşımdan itibaren Xitoyga karşı ifademle bildirip gelip atkan insan. Siz Xitoy pasportu bilen vatandan sırtıga çıksız. Avrupa'da okuysiz, Amerika'da okuysiz, Avustralya, Kanada'da okuysiz. Xitoyning pasportu bilen çıkıp, Xitoyning kanunu özgermegen bolsa, açınızda ekkilip, sınınızda ekkilip, ata-ananızda ekkilip, üzünüz berip keldiniz. Şundak ko deymi? Ma mustaqil men davatqanlar. Şundak ko deymi? Ya yalganmı ya? Yalgan boz, yalgan mandı dep baqson birisi. 2017'den burun nima ish qilgan? Ne deytin sen? Dep baqamanga, ne deytin? Bir namoyishga chiqqanini qaysining bilaman? Hozir men mustaqil deb tashkilotlarni siyosiy da'vo qilayotganlarga
Muşundaq til tekkizip atkan, haqaret qilib atkan, şahsiyetiga, xotin qizlarga hujum qilib atkan, nima ish qilganting sen? Xitoyning jundisi ichib atibding. Xitoyning yalaqchiligini qilib atibding. Chunki 2017'den burun men şu tuğan devletimde yaxşı okusam, şu devletten vatandaşını alsam, enandiki de gırt berip kelsem, maksat şu tuğu, emni müstakilci dep oturuğa çıkıp, Xitoyga qarshi hareket qilib atganlarga, Xitoyga qarshi ay yulduzda ko'k bayroqni ko'tarib, Xitoyning ko'ziga mahvulab, zirhulab sanjilib atganlarga bu şekillerde biz müstakilchi deb oturuğa çıkkan qanjiqlar. Nima ish qilganting 2017'den burun? Nerede qolganting? Deb baqamanga. 2016'dan burun müstakil men deb da'vo qilib atganlar nima ish qilishganting? Oilangni qanday apaq-chapaq qilishib atibding? Qanday Xitoyga berib kelib, qanday Xitoydan ata-onangni, bistiqqanlaringni akkilib atibding? Buni hajab so'raydigan odam chiqmaydigan sendan. Bayroq bayaga bormaydim, bu yerga borsak vatanga borolmaymiz deb 2017'den burun. Nima ish qilganting 2020'da? Nima ish qilganting 99'da? Nima ish qilganting 97'da? Vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy qirg'inchilik qilib borganda, nima ish qilganting 90'da barin inqilobi bo'lganda deb baqishabanga. Men mustaqilchi deb o'tirib chiqib atganlar, nima ish qilishyaptim? Xitoyning jundisini ishib atdim. Xitoyga bijiz gap qilanmay, Xitoyning yalaqchiligini qilib, Xitoyning jundisini ishib, Xitoyning pasportini elib, vatanning sirtiga men bilib yashirishga chiqaman deb Xitoyning ayirib bergan shu puli bilan chiqib, quyruqingizni ishingizga selib, o'zingiz tam tas o'qib, qonun o'rgandingiz, til o'rgandingiz. Shundaqmi? Och sing'illaringizni akkilib, Avrupani, dunyoning hamma yerini ziyorat qildingiz. Shundaqmi? Yolg'onmi ya? Yolg'on deb baqinamisa? Shunda 2017'den keyin qonun o'zgargandan keyin Xitoyning zulmi kuchaygandan keyin to'xtabdi endi. Mening eng birinchi qiladigan ishim mushu vatanning sirtidagi Xitoyga qarshi mayli kamp şahitleri olsun. Meyli Xitoyga qarshi siyosiy da'vo elib berayotganlar olsun. Meyli teşkilat qurganlar olsun. Meyli aktif xizmat qilayotgan Xitoyga qarshi shaxsiylar olsun. Bularga nashtardimni sanjaqlar. Men mashuvarni o'tirga elib chiqiblar. Bir inqilobchi bo'la olmayman. Dedingizmi? Xitoyning siyosati o'zgarib qolsa, vatanga berib keldigan, telefon ko'rishadigan, ota-onalar bilan aloqa qildigan ish bo'lib qolsa, men mustaqilchilikni maydonda topolmaysizlar qarindoshlar. Men mustaqilchilikni maydonda topolmaysizlar. Ay yulduzda ko'k bayroqni taq, hozir qadar men mustaqilchi deydi, har bir ishlagan videosida qo'yolmaydi. Bunun ifadesi, bunun mustaqilchiligining qanchalikligi mushahada ma'lum. Bu bayroq kimning bayrog'i? Sharqiy Turkistonning bayrog'i, Uyg'urlarning bayrog'i. Agar sening kallangda, g'oyangda, nishoningda, fikringda, irodangda, yo'lingda mustaqil deydigan bo'lsa, bu bayroqning har bir qilgan videoluk sözlerimde torladı ki bu çıkış gerekti. Ve kapşıma bunu koyup bir video işleyemey. Yani benim atanımla onda kılamı ki, açamlı onda kılamı ki, sımlımlı onda kılamı ki de. Yani şu Xitoyning küçükse ne? Xitoyning küçükse. Hoppa belak müstakilçi men digenem.
Unda dese bu Zibibillah müstakilci emesken deyişip kalma. 13 yaşımdan tatıp Xitay tecavüzlüğünün gücüge mıhılap sancılıvatkan adam men. Vatanımda şu Xitayını, vatanımda Xitayını qoğlap çıkırım de. Düşünüşüp atamsa? Xitayını qoğlap çıkırım de. Yetti evlat bu Xitayga karşı bedel төлege adam men. Asırdaki de 2017'den keyin özgürüp kalgan emas. Men Xitayga karşı her kandak teşkilatı olsa, her kandak şahsi olsa qo'lamdan kelishni qo'llayman. Destek ko'raman. Ama inson xatolik qiladi. Xatolik qilish muhim emas, xatolikdan qaytish muhim. Ularning shaxsiyatiga tegmayman. Ularning qilayotgan ishlarini kamsitmayman. Chunki ularning qilayotgan ishlarini kamsitayotgan Xitoy tajovuzchilari. Vatanning sirtidagi qaysi Uyg'urga Xitoy bir yaxshi ko'zi bilan qaraydi va ma mustaqilchi qalpıqını kiyvelip, ma Uyg'urlarning qilayotgan, Sharqiy Turkistonlikning qilayotgan ishlarini kamsitayotgan munofiqlar deb baqishamanga. Qaysi Uyg'urni, qaysi Sharqiy Turkistonlikni Xitoy o'ng ko'zi bilan qarab, shularga yaxshilik qila deb ketishdi ekan sen taxa. Teşkilatga Xitoyning teşkilatı, munofiqning teşkilatı deb. Sen nimening? Sen nimening? 2017'den burun sen ne deydin? Vatanning sirtiga chiqqan 10 yil, 15 yil bo'lgan bo'lsa, ne deydin sen? Nimish qilgan sen? Namash olsa bormaydin. Chunki nimishqa? Chiroyli o'qib, chiroyli bilim oshirib, ota-onasini Yevropaga sayohat qilib, vatanga berib, Xitoyning xizmatini qilgan bo'lgayding. Xitoyning xizmatini qilgan bo'lgayding shu. Buni nimish deyolmaysan sen? Tak do'ppining tak o qirliq, bu qirliq deb do'ppidan xusul chiqirdiganlar bor ekan taqa. Ve do'ppidan xusul chiqirdigan nima haqqing bor sening? Deb baqamanga. Her qaysi shaharning, her qaysi viloyatning o'ziga loyiq örf odati, madaniyati bor. O Uyg'urlarning madaniyatiga til tekkizdigan nima haqqing bor sening? Uvaning do'ppisi manda qirliq, anda qirliq, mandaq deb do'ppig'ing hujum qildigan bo'lib ketibsan taqa. Kallangni silkib etib, fushingni yig'ib, ma vatanning sirtida mandaq ishlarni qilib qolsak, kimga foyda, kimga ziyon deydigan narsani bir o'lchab beqishni o'rganish. Chunki sen o'lchashni bilishmaysan. Nimishqa deganda oilangdan unda tarbiyani olmagan insonlarsan. Oilangdan unda tarbiyani olgan bo'lsang, boshqalarning shaxsiyatiga ve haciz bir ayollarning namusiga, iffat namusiga unda hujum qilishmaydi. Chunki unda nima yo'q aqasında. Chunki oilangdan aşındaq cho'ng bo'lgan nimalar sen. Oilangdan aşındaq cho'ng bo'lgan. Ota-onang aşındaq bo'lganlik uchun sen mi shundaq yetişdin? Başqalarning xotin qizlarga hujum qildigan, başqalarning xotin qizlarining eypini ochadigan, başqalarning oilasiga hujum qiladigan, millatimizning qizlarga, xonimlarga ko'zga ilmaydigan, aqcha ma ko'kchi deb ve hozir e'lon qilib o'tma, qo'limda isbot bor. Ve hozir oshkorlab o'tma. Va qo'limda dalil bor. Ve bilmaydi demsa, sening manda qilgan gaplaring bor. Ve Xitoyning qilayotgan ishlari, aqasingning qilayotgan ishi bilamsa, Xitoy shunday qilyapti vatanning sirtida yashayotgan Uyg'urlarni. Xitoy. Sen o'ylab qolma. Buning hisobini oladigan bir kun keladi. Sen Uyg'urlarning xonim qizlarini, Uyg'urlarning da'vo qilayotgan normal yashayotgan Uyg'urlarning u tarafdan bu tarafga agitib, sening maman qilgan gaping bor, sening mamanga motorlarda manda qilgan nimang bor, oshkorda o'tman qiysan qilava. Zaten şu Xitoy shunday qilamiz deb tahdid qiladi. Şu Xitoy shunday qilamiz deb bu shakllarda tor dunyosiga Uyg'urlarning ishida yüzü tushsin, obro'yi tushsin,
Uyg'urlar bunun qandayligini bilsin deb Xitoy qilayotgan erkin. Ve namus qilishmamsa, namus qilishmamsa. Ve namus deydigan bir nima yo'qmi orqasida? Zaten namus yo'q-ku. Namus oldigan bo'lsa bu ishni qilmaydim. Chunki oilangda namus bilan cho'ng'ilmagan ekan, oilangda Açanmı şu, hedenmi şu, apanmı şu, sınınmı şu, üzengmi şu, dadanmı şu olgan diken, başkalarına kelime, şu apan olan dadan, açan, sının, heden, bula aşında muhit çoğun olgan diken, başkalarının şunda oylap kalışsın. Unda emez. Bunu bilip kalış. Unda emez. Ma, halkımның, milletimның, ma Uygurlarının ipetini mısık degişme. Unda, ben muşun ildep koyayım. Eningden keyin ma 2017'den burun vatanning sirtiga chiqqanlar necha yil bo'ldi. Men vatan davosini qilaman, mustaqillik qilaman degan necha yil bo'ldi. Shuningdan keyin men mustaqil 2017'den keyin men mustaqilchi deb o'tirib chiqqanliga ma xalqim, ma millatim bularni yaxshi bir kontrol qilib yaxshi bir bularning nerede yaşaydiganligi, nima ish qildiganligi, vatanning sirtiga chiqqan qanchalik vaqt bo'lganligi, qachondan tortib bu mustaqilchilikni boshladi. Bularni bir o'ylab beqinglar, surishti qilinglar. Nima ishqa deganda 2017'den keyin vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonda Xitoy tajovuzchilari umumyuzlik Uyg'urlarni qilib yo'qotaman deydigan bu planlarni, bu amallarni eşirishga boshlagandan keyin ma vatanning sirtiga Xitoyning pasporti bilan o'qishga yenib chiqqan guyla buningdan foydalanib turib vatanning sirtida qanday yashashning imkonligini izlab bugun kunlikda butkul tashkilotlarga hujum qilishga tirishibdi. Butkul siyosiylarning ippet nomusiga, och singillarga, xotin qizlarga hujum qilishga tirishibdi. Uning oldida agar 2017'den burun 5-6 yıl bo'lgan bo'lsa, uning oldida nima ish qilgandi? Nima ish qilgandan menga bedab berasan? Ailang vatanda xotirjam yashaydi. Shundaq-ku. Uyzang Xitoyning pasporti bilan vatanning sirtiga o'qishga chiqqandan shundaq-ku. Men 92'den itibaren vatanning sirtida yashayapman. Yuqorida deb o'tdim, 7 sulolam Xitoy qarshi bu shundaq inqilob qilib kelgan narsa. Sana nima qilib bas oldu bu xalq? Nima qilib bas? Xalqim manda. Vay xalq bilib qilish kerak buni. Xalqqa bildirib atamsan, Xitoy akanga bildirib atamsan buni. Degina menga. Xalq biladi kimning qandaligini, nima ish qilayotganligini, vatanning sirtiga chiqqani qanchalik vaqt bo'lganligini, chiqqan vaqtdan e'tiboran nima ishlar bilan shug'ullanayotganligini xalq biladi. Xalq biladi. Qanda şu siyasi dava qilayotgan tashkilot qo'g'onlarning oilasining vatanning ichida nima bo'lganligini xalq biladi. Vatanning ichida şu vatanning sirtida dava qilayotganlar nima ish qilganligini şu xalq biladi. Sana o'xshashlar seni qo'llaydi va sana o'xshashlar. Bilishyotamsa, sana o'xshashlar seni qo'llaydi. 2016'dan burun hiç qanday bir namoyishga qatnashmay, hiç qanday bir siyosiy faoliyatga qatnashmay, g'irt vatanga berib kelamiz. Mabad ishlasak 2000 yil bo'ldi-ki, Xitoyning jumtaq o'layliqi nima puli deydi bularning bir gapi bor. Xitoyning puli, biz hamda Xitoyning puli deb shunday odatlandik. Kichkimizni tortib shunday çoğu renminbi, Cungo pulu nima deydilar? Xalq puli, xalq puli. Xalq puli manchi pul bo'ladi ki. Şuna biz bu yerda shu o'qishimizni o'qib, ota-onamizni akilib Yevropada ziyorat qildirib, bu shunday berib kelsak uni. Qasam mushitim burum. Qasam mushitim. 2017'den keyin şaxlab ketishmay. Qanda men
burunki videolarımda ma şekillerde oturuğa çıkmagan kardeşler. Ma şekillerde oturuğa çıkmagan. Çünkü ma yakın yağı bulavatkan bu sosyal medyası, ictimai uçurlarda, tor dünyasında bulunmuş Facebook'da teşkilatlar nayt hücum, şahsiyete hücum, inavete hücum. Bu şunu kılavatkanları görüp rastlamama partaladım. Çünkü men vatanның sırtına çıkın 30 yıl aylık kaldı. Vatanның içinde mi? Xitayning ko'ziga mahvolab sanalgan inson men. 13 yaşında turmak kirken, 13 yaşında mektepten kovlandı olgan insan men. Sen avada turdu ekensen, anı kıldı ekensen, sen nime kıldın? Kolağından kegin ne kılışı? Kolağından nime keyesi kılış? Xitay okşamagan tuzaklar bilen şu Uygurlarning işini aburuyumni o'zimni to'kashtirishdi. Qo'lingdan kelganini qilishadi sharafsizlar. Qanda? Onundan burun nimish qilganligingni peshonangni munda silib etib, men nimish qildim? Bu yerga nimish chiqdim bu Yevropaga ve Amerika, Kanadaga nimish chiqqandim? Hozir nimish ulab ketdi deb buni o'ylab qo'yish. Burun Xitoyning kuchli ulab chiqsan, enadiki inqilobchi ulamsan, enadiki mustaqilchi ulamsan, biz sening mustaqilchiligingga. Ve annavada mustaqilchilikni xohlaydi va kimiki o mustaqillikni xohlamaydigan? Mustaqillik degan asan qo'lib keladigan narsa emas bu. Qon bilan, jon bilan keladigan narsa bu. Uygurlar tırlaş bilen mustaqillik qo'lga kelmaydi. Teşkilatni tırlaş bilen mustaqillik qo'lga kelmaydi. Buni sen padişahsın-da. Seni yetiştirip atkan, seni aş qancık tikidek torlarga selib atkanın-da. O yazman bilen, quruq so'zan bilen kelmaydi mustaqillik degan. Seni amandak dedi, mamandak, oy mani ezip koy, anı yollap koy, anın mani dağla, anın mandak aciz noktası var, anın hutunu mandak, anın kızı mandak. Müşahedin tutunla onu, enadeken tordu yuqaydı. Ügütü vatkalların gıdı. Mani men zizbi billah abla, Germaniya Berlin'de yaşayayım. Ügütü vatkalların gıdı. Kanda? Ma onun ailesiga, bunun ailesi hücum kılıp atkan. Senin o açan vardı o, senin o apan vardı, anan vardı o. Senekini et çıksa, sen kanda ulap gidersen, kanda ulap gidersen. Yigin ama. Okşamaydıgan şekillerde Uygurlarının işi siyasi faaliyetçilerimizge lakam takap, kemsitip, tüven görsen, seni muşunda görse, sen kanda kılasen. Açığın gidemdi kemmem de o. Sen bu davanı bilemden bilmemden. 2017'den burun ne deydin? Ağzımdan başka gap çıkıp kalmasın. Nimiş kıygamden? Nimiş kıygamden? Depre bana. 2017'den burun nimiş kıygamden? Vatandan sırtı 15-20 yıl olgan boz çıkkını. Nimiş kıygamden onun ilgiri? Depre bana. Xitayning siyasi qattiqlashgandan keyin inqilobchi bo'ldik mi? Ağaç singillarimiz, apa dadallarimiz va Xitayning kommunistning bayrog'i ostida ishlaganlarini, mening ailemde bir Xitoyga yalvarganlar yo'qmi? Buni deb qo'yayman. Mening ailemde Xitoyga yalvarganlar yo'q. Shunga 7 sulala mush shakllarda vayron bo'lib yashayotgan odamlar. Tushundingmi? Mening ailemde Xitoyning xizmatini qildigan odam yo'q. Birisini Xoten'de, birisini Ürümchi'de, birisini Xoten tibbiy texnikumda o'qisakmi? Şunun bilimi biraz üstün bo'lganlik uchun mashina hadisi bilan, mashina qazosi bilan oldi. Men mushunda oilada yetishayotgan, mushunda oilada cho'g'layotgan, mushunda oilada Xitoyga qarshi
hareketim bilen Cumhuriyet'e. Kasımço, vay menin dadamını Xitay işleme kımmattı. Vay menin apamını işleme demetti. Menin hedem avada hizmet kılattı deyip gitsen avada. Namaz kılırsan ço. En andaki men mustakilci. En andaki men uçu buçu. Vıs senin uçu buçularınga. Dep koy. Ay seni yetiştirip atkan. Seni bu tor dünyası anıtılla. Anın manda bir nesi var digellerini dep koy. Kanda 2016'dan burun, 2017'den burun men nemiş kıygan dep baş bir şananızla. Hazır muşu müstakillik üçün vatanımızın besi bağın zamanlık üçün kanun makıl. Şulanın bir kiliçekini bir burunki işlerini bir oylap bakın. Vatangi beripti mi babaptı mı? Muşunun sura. Beripti mi babaptı mı? Küçük olsun, çoğun olsun. Beripti mi babaptı mı? Muşunun sura. Enindeyken bahane üzende. Kanda? Men bu toğırlık, muşunçilik sözlep koyayım. Aziz qarindaşlar, suyumlik vatandaşlar, men köpinci torlağa, sosyal medyası, ictimai uçurlağa bu şekillerde avazımını üstün kütürep gep kıygan adam emas. Ama bodoqi şu sosyal medyası, ictimai uçur, tor dünyasıda bulupmuş feyslerde bulavatkan bu sözlerge qarta bu videonu işlep bu yaşını toğru gördüm. 2017'den burun nemiş kıygan bola. Çünkü vaxtdan burun Xitayning siyaseti yumşaqraq çağla 300 Xitayning 300 yuan deydigan pulga pasport berip vatanning sirtidan dünyanın her navayri seyahat üçün çıkıp gilerleydigan muşundaq bir imkanı yaratып etken çağlarning üzde ba'zilari muşundaq çıkıp ve ba'zilari Xitayning pasportu bilan vatanning sirtiga Avrupa, Amerika kanallarına çıkıp şu verdi bilim eşirip okup degendikidek yüzünün aile tavabatlarını ekkelip ve alakalaşıp bu şekillerde yaşap kağalla enindeki Xitayning siyaseti özgergendikin 2017'den keyin umumyüzlük Uygur'unu Şarkı Türkistan toprağının coğrafiyasından Uygur dediğin milletin yokluğunu, bağlılığını yok kılış üçün bunda bir kırgın kılavatkanlığını bol his kılıp bugün günlükte mana vatandan ata-analar bilen alakalaşanmay, güçlükkanları bilen alakalaşanmay, üzünün vəgi berip kildiğin işler tosalgandan keyin bugün günlükte inkılapçı bulap, müstakilçi bulap oturga çıkıp ama jıllaçı Xitayga karşı hareket kılavatkanlığa üzünün zihinni bulağa bu şekillerde ölçümenlikini göstüp şunda bulağa üzünün neşterlerini sancavat kıllığını göremedim ben. Şuna mahsuzemni bu şekillerde de koyuşunu doğru gördüm. Aziz qarindaşlar, suyumlu vatandaşlar, her birunla benim cenim, kanımsında meyli vatanның işi, meyli vatanның sartılıkını doğru düşününler. Çünkü bolavatkan işler bu Uygurga faydalı emas, ziyallık boğanlığı üçün ben bu videonu bu şekilde işlep tor dünyasına bulapma Facebook'a yollap koyuşunu doğru gördüm. Doğru düşününler. Men aldırap bunda sosyal medyası, ictimai uçur bu halk gördüğüm nesile bu şekillerde gap kılmaydım ama gap kılışka mecbur. Mecbur desem beni mecburlavatkan birisi yok arkadaşlar. Beni mecburlavatkan birisi yok. Men bizsinin mecburiyeti bilen, bizsinin mani dep koyduğunu bilen deydi adam emas. Men kögünümni bilginimni deydi adam. Şuna bunu deyişimdeki sebep jıllaçı dava kılıvatkanlarının aile xotin-balalarga kılıvatkan bu hücum naidiliki kütürenmegelikim üçün şunu bu sözünü verip onlara bu şekillerde dep yollap koyasın. Doğru gördüm. Qattiq gap
qalğan bolsam, vaqiraq qilib qalğan bolsam, her biringlarning mijozıga yoqmaydigan so'zlarni qilib qalğan bolsam, birinchi o'ylab Allohdan, ikkinchi o'ylab har biringlardan kechirim so'rayman, kechirim so'rayman. Allohning o'ziga emanet bo'layman. Allah hammasimizni haqiqiy vatanimiz bo'lgan Sharqiy Turkistonning xizmatini qiladigan ay yulduzlik ko'k bayrog'imizni vatanga esib lapillatishni nasib qilsin qarindoshlar. Hammasini Allohning o'ziga emanet. Salomat bo'ling.